Avtomatlash nimaga kerak? Avtomatlashning mohiyati nimada? Ikkita holatda avtomatlash kerak. Birinchisi, qiyinchilik bo'lsa, qiyinchilikni yengillashtirish uchun. Avtomatlash bu kalkulyator emas. Bu kassirni quroli emas. Bu kassir ishlatadigan, kassir foydalanadigan qurol emas. Bu boshqaruv quroli. Demak, birinchi vaziyat bu qiyinchilik bo'lsa, qiyinchiliklarni yengillashtirish uchun. Ikkinchi holat bu agar biznesini o'stiraman, raqobatbardosh biznesga aylantiraman men biznesimni deydigan bo'lsa, kengaytiraman, filiallar ko'paytiraman yoki bor biznesimni o'zini samaradorligini oshiraman deganlar uchun avtomatlash kerak. Agarda hozirgi biznes qoniqtirayotgan bo'lsa, rivojlanish rejasi yo'q bo'lsa yoki qiyinchiliklarga ko'nikib qolgan bo'lsa, qiyinchiliklarga rozi bo'lsa, avtomatlash kerak emas. Biznesni boshqarish moliyadan boshlanadi. Moliyani boshqargan biznesni boshqara oladi. Agar moliyani boshqara olmasangiz, biznesni umuman boshqarib bo'lmaydi. Boshqara olmagan biznesni qanday rivojlantiradi? Qanday buni stabil holatda ushlab turadi? Qanday buni kengaytiradi? Demak, kengaytirib bo'lmaydi boshqara olmagan biznesni. Boshqarish uchun moliyani boshqarish kerak, moliyani boshqarish uchun to'g'ri hisob-kitob qilish kerak. To'g'ri hisob-kitob uchun magazinlar, chakana savdo do'konlarida, ulgurji savdo faoliyatida ham programma juda ham ishni yengillashtiradi. Chakana savdoda programmasiz, avtomatizatsiyasiz umuman hisob-kitobni olib bora olmaydi. Har bir savdoni daftarga yozib yura oladimi? Keyin kech payt kuniga sotgan 1000 xil, 2000 xil mahsulotni kalkulyatorda hisoblab chiqadimi? Hech qaysi bir magazinchida ko'rmaganman hayotda bunday ish qilganini. Buni lekin programma bilan, avtomatizatsiya bilan qilsa bo'ladi. Bonus sifatida boshqa foydalarga ham ega bo'ladi. Kassada xatoliklarni oldini olinadi, savdo jarayoni tezlashadi, mijozlarning ishonch darajasi oshadi, foydalarini bonus sifatida qo'lga kiritadi. Demak, asosiy vazifasi bu boshqaruvga, rivojlanishga yordam berish.